Chiroylisiz o'zi tak. Bu ishda tak. Bildim? Shekilli. Короче, hozir siz bilan Короче, hozir siz bilan bitta video olamiz. Mana siz xayolingizda bitta bloger o'ylaysiz, men xayolimda bitta bloger o'ylayman. Va shuni kimligini topishimiz kerak. Xo'p. Xas, o'yladim. Ha. O'yladim. Ketdi. Xo'p, siz blogeringiz qiz bolami? Qiz bola. Siznikichi? Qiz bola. Ha. Sizni blogeringiz turmushga chiqqanmi? Yo'q. Siznikichi? Chiqqan. Sizni blogeringiz men taniymanmi? Taniysiz. O'zbekmi? Подписано. Ayo, o'zbekmi? Ha. Xo'p. Necha yosh atrofida? Voy, endi bilmayman, lekin shu 20-25 lar bo'lsa kerak. Примерно, yana bilmadim. Nima anaqada oladi? Lifestyle, семейный videolar oladi, oilaviy videolar oladi ko'proq. Sizni blogeringiz qo'shiqchimi? Qo'shiq ham aytib turadimi? Yaqinda bitta qo'shiq hali chiqazmadi, lekin chiqazmadi. Yozdiramiz anaqaga. Qiz bola. Men подписанman. Ha, siz bilasiz. Qisqa ikkita anaqali so'zli. Men bilaman. Stopida bilasiz. Oshxona emas, joyida gaplashishqa. Siz blogeringiz necha yoshda? Voy. 20 yoshda. 20 yoshda. 2006. Yaqinda mashina oldi. Oldi? Mashina oldi. Anoshkani deyapsiz? Yo'q. Fimanemi? Yo'q. Birinchi tur. Uzoqqa ketaman. Men подписанman. Ha, voy подписанsiz. Xayolimga Yaqinda kelyapti. 300 mingta подписчик bo'luvdi, o'sha ancha oshib ketdim menam. Nigina Mo'min. Ha, da. Ikkita strochkasi qaysi? Nigina? Mo'min. Ikkita anaqali dedim. Qo'shiq strochkasini aytyapsiz. Ha, yo'q. Manikini topolmaysizmi? Yana savollar bering. Xo'p, menda blogerimni yaqinda farzandli bo'ldilar. Yaqinda 1-2 oy oldin. Feruza. Ha. Kim bu?